Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xush kelibsiz bugungi suhbatimizga. Mana biz onalar haqida ko'p gapiramiz. Deymizki, jannat onalarning oyog'i ostida deymiz. Keyin bosh irg'ab hammamiz buni tasdiqlaymiz, ha, to'g'ri deymiz. Keyin boshqa narsalarga chalg'ib ketamiz. Unga, bunga. Nega? Chunki juda ham bandmiz. Chunki ishimiz bor. Chunki hayot bizni tinimsiz yugurtiradi. Hammamiz onamizni yaxshi ko'ramiz albatta. Lekin sevish bilan e'tibor berish o'rtasida juda katta bir jarlik bor va biz ko'pincha u jarlikning noto'g'ri tarafida bo'lamiz. Bugun sizga aytib bermoqchi bo'lganim hikoya ana o'sha jarlikning noto'g'ri tarafida turgan odamning hikoyasi. U odam onasini yaxshi ko'radi, sevadi. Ammo holidan xabar ola olmaydigan bir odam. Va onasining tun qorong'usida u uchun nima qilayotganidan mutlaqo bexabar bo'lgan bir odam. Iymon, bizga farqi bor. Odamni ozgina ta'riflaylik. Bir shaharda yashaydi, ishi bor, eng so'nggi rusumdagi mashinasi bor, zamonaviy bir ofisi bor. Odamlar deydiki, bu juda muvaffaqiyatli odam. Ertalab barvaqt chiqib ketadi, tunda kech qaytadi. Bilmadim, telefonni tinimsiz jiringlaydi, majlisdan majlisga yuguradi. Hayoti bir nevi qaynaydi. Hech bo'lmaganda tashqaridan qaragan odamlarga nima qiladi? Shunday ko'rinadi. Onasi qishloqda yashaydi. Yolg'iz. Otasi yillar avval olamdan o'tib ketgan. Opasi bor, opasi mutlaqo boshqa bir shaharda yashaydi. Opasi haftada bir qo'ng'iroq qilib turadi, onasidan hol-ahvol so'raydi, ammo bizning qahramonimiz oyda bir gohida unga ham vaqt topa olmay qolishi mumkin. Onasi qo'ng'iroq qilganda, oyi deydi, hozir bilmadim, majlisdaman, bandroqman, keyinroq o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman deydi. Va boshqa narsalar bilan band bo'ladi va unutadi. Lekin pul yuborib turadi. Har oy muntazam ravishda pul yuboradi. Kartasi orqali.